Yashnobod tumani Yangibod mahallasiga kelganmiz. Nigora ko'chasi bo'ladi. 3 ta ko'chaning o'rtasida joylashgan mana shu xonadonni sotuvga tushgan. Ko'chalarni ko'rasizlar, bu yoq ko'chamiz, bu yoqdan kelaverib, bu yoq ham ko'cha bo'ladi. Mana shu xonadonni sotuvga tushgan. Fasad razmeri 20 metr, uzunasi 22 metrdan iborat. Umumiy yer maydoni keladigan bo'lsa, 4 sotixdan iborat. Har bir sotiga 30 ming dollardan so'rashyapti. Sizlar bilan birga ichkariga kirib ko'ramiz. O'rnimizga kirib kelamiz, darvozaxonamiz bor, ko'roqsa 2-3 ta mashinamizni bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Bu tarafda binosi umumiy xonalar soni 4 ta xonadan iborat, yangi ta'mirdan chiqqan yashash xonalari chiroyli holatda bor. Bu tarafimizda qo'shimcha binosi, qo'shimcha binomiz bitta oshxonamiz, oldida yuvinish xona, oxirida kladovkalar qilingan, bu yoqda navis chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. O'rtada yashil hudud qilingan, korpusda yerimizda tekis holatda. Aytib o'tganimdek, fasad razmeri 20 metr, uzunasiga 22 metrdan iborat. Bu tarafda binoni ko'rarkanmiz, kirib kelganmiz, kattagina hol, ikkita yotoqxonasiga ega, oldida ham kichkina koridori. Korpusda remontlar, yangi remontdan chiqqan, yangi ta'mirdan chiqqan xonadonimizda sotuvga tushgan. Aytib o'tganimdek, har bir sotuvga 30 ming dollardan Yashnobod tumani Yangibod mahallasida bo'ldi. Suv, gaz, svet hamma narsasi joy-joyida. Qo'limizdan ham ko'rdik, yoqqanmiz deb like bosib qo'yasizlar. O'rtada katta yashil hudud, mevali daraxtlar ekilgan. Qiziqqan egalar pastda muloqot qoldiramiz. Bemalol egalarga telefon qilib so'rab barakasini qilsanglar bo'ladi.